Assalomu alaykum. Bugun biz Samarqand shahrida joylashgan Shinray avtosaloniga keldik va bu yerda biz sizlarga Shinray yuk avtomobillari haqida ko'plab ma'lumotlar berib o'tamiz va to'lov turlari haqida ham ma'lumotlar berib o'tamiz. Videoni qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlavorasizlar va kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Barcha harakatlarimiz sizlar uchun. Do'stlar, bizda barcha turdagi yuk avtomobillari uchun Shinray, Dongfeng, Foton, Kia shunaqa yuk avtomobillari uchun furgon, bortni tent, tunuka qoplash xizmatlari mavjud. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi telefon raqamlariga murojaat qilaverasizlar. Jahongir aka, assalomu alaykum aka. Xush kelibsizlar. Jahongir aka, bizga mana shu Shinray yuk avtomobillari haqida ma'lumot berib o'tdingiz, chunki bizning obunachilarimiz ko'proq shu yuk avtomobillariga qiziqadi va shu yuk avtomobillari bilan ishlaydigan odamlar. Hozir aka, bu qanaqa modellari bor Shinraylarning? Shinrayda bizda hamma turdagi modellari bor. T30 dan boshlab T50 gacha. Bu hozir T30, to'g'rimi? Xuddi shunday. Buni aka, yuk xonasini razmeri qanaqa? Buni bortini uzunligi va eni 3.15 ga 1.72. 3.15 ga 1.72. Necha tonnagacha yuk ko'taradi? Yuk tonnasi kitobida 1 tonna 500, lekin bizning xalqimiz juda ham mehnatkash bo'lgani uchun 1 ga 1 ortishadi. Shuni hisobiga ham ko'tarib beradi. Buni aka balonlari qanaqa? Balonlarini razmeri 14 razmerdagi diskalar bo'ladi. Salonlari kojunniy bo'ladi. Salonlarni ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Saloni haqida ham aka ma'lumot berib o'rsangiz. Salonlari charm bo'ladi. Konditsioner, pechka, hamma narsasi ishlaydi. Monitori bor, zadniy kamera, orqa kamerani ko'rsatadigan kamerasi bor akajon. Motori 1.5 lik, 115 ta ot kuchiga ega. Bu ham juda ham baquvvat. Qolgan yuk avtomobillariga nimasi bilan ustunlik qila oladi bu? O'zbekistonda ishlab chiqarilgan yuk avtomobillaridan har tomonlama bu ustun, chunki hozir O'zbekistonda mashinalari men yomonlash niyatim yo'q, lekin Xitoy mashinalari ancha vaqtdan beri ishlab chiqarilib bizga olib kelinyapti va uzoq muddat davomida biz bu mashinalarni sotib kelmoqdamiz. Xalqimiz tomonidan hali hech qanday e'tirozga ega bo'lmagan avtomobil desam bo'ladi. Rahmat aka, motor kuchi qanaqa buni? Nechta ot kuchiga ega? Motor kuchi 115 ta ot kuchiga ega, 1.5 dons motor bilan jihozlangan. 1.5 dons motor. Xuddi shunday. Yana qanaqa qulayliklari bor bu avtomobil? Yana qulayliklari komplektatsiyasida zavod tomonidan qo'shimcha damkrat beriladi, avarika beriladi, kalitlari beriladi va agni tushuvchilari, o't o'tirgichlari beriladi. Bu qanaqa model? Bu modelimiz T50 restyling. T50 restyling. Nima uchun restyling? Bundan oldin chiqqan modeli sal oldi oblisovkasi eskiroq edi, borti maydaroq edi, salon qismlari sal boshqacharoq ishlangan, lattalel bo'lgan. Bular o'zi boshqacha. Buni yuk xonasi razmeri qanaqa? Buni bortini uzunligi akajon 380 ga 180. Yuk ko'tarish hajmi qanaqa buni? Kitobida 3 tonnagacha. Kitobida 3 tonnagacha, 5 tonnagacha bemalol ko'taradi. 5 tonnagacha bizning xalqimiz bemalol bosaveradi. Buniki ham 14 mi? Balonlari bir xil, 14 va 110 talik ikkita gaz balon, metan gaz balon bilan jihozlangan. Zavodskoy Xitoydan to'g'ridan to'g'ri kelgan. Bunda bez gaz kelgan, lekin gaz holati ham kelgani bor. Shunday 65 talik benza baki bor. Bu ham gazda, ham benzinda yuradi. Ham gazda, ham benzinda yuradi. Yaxshi, bitta salon holati haqida ma'lumot berib o'rsangiz. Salon holati Shinraylarda hammasi 99% bir xil bo'ladi. Charm salon, monitorlari bor, torpedalar juda ham chiroyli dizayn bilan ishlangan, konditsioner, pechka, hamma narsasi bor ekan. Shunday. Oyna ko'targichlari ham elektronniy. Rullari ham hammasida elektr usulini, juda ham yengil. Yaxshi akajon. Oldi arqa resor va to'liq ramaga moslashtirilgan bort. Keyingisi dubl kabina adashmasam, qolganlar. Keyingisi dubl kabinka T52 restyling deyiladi. Bunda ham zavodskoy gazlari qanaqa aka? Bunda ikkita 75 talik, yo'q, 65 talik zavodskoy metan gaz bilan jihozlangan. Benzinda ham yuradi. Benzinda ham yuradi, xuddi shunday. Salon razmeri qanaqa? Salon debman, yuk xonasi. Buni yuk xonasining razmeri 280 ga 172. 280 ga 172. Yuk ko'tarish hajmi qanday buni? Buni yuk ko'tarish hajmi 1 tonna yu 500 bunda ham. 3 tonna ekanda, 1 tonna 500. Bu dubl kabina bemalol oilasi bilan ham yursa bo'ladi adashmasam. Necha kishilik bu? 5 kishilik, ha? 5 kishilik. 5 kishilik. Salon holatini ham
holatda tanishtirib o'tsangiz. Buni salon holati 2024-yilda boshida chiqqanligi uchun lattalik avtosalon bo'lib chiqqan. Motori qanaqa aka buni? Buni motori 1.6. 1.6. T50 bilan T52 ni motor bir xil bo'ladi. Necha ot kuchga ega? 124 ot kuchiga ega. 124 T50 ham 124 ot kuchiga ega. Bu ham oldi arqa resor, polni ramaga moslashtirilgan bort. Biznesmenlar uchun qanaqa tavsiya berasiz aka bu mashinalar? Biznesmenlar uchun Endi ko'pchilik oladi, yangi biznes boshlaydi, 5 ta, 10 ta oladi. Menimcha biz ham yuk avtomobillar bilan ishlaymiz. Ko'pincha hadovoy mashina bu. Juda ko'p keladi bizga ham furgon, bortni tent qildirishga. Sizning tavsiyangiz qanday? endi tadbirkorlarni qanday tadbir bilan ish boshlanishiga bog'liq. Bir xillari paket sexda ishlashadi, bir xillari blok sexda, bir xillari sement sexda ishlashadi. Ularni yuk ko'tarishiga bog'liqda. Masalan, oddiy tadbirkorlikda masalan do'koni bo'lsa, produktoviy do'kon yuk ortish uchun masalan mana bu 3 tonnalik mashinalarni tavsiya qilmayman. Tavsiya qilishim ham mumkin, lekin bunchalik yuk ortisha olmaydi ular. Bu 3 tonnalik mashinalarni asosan kimlarga tavsiya berasiz? Asosan mana bu temir sexlari bor, sement sexlari bor, shag'al sexlari bor. Blok to'shiydigan, og'ir mehnatda ishlaydigan biznesmenlarga tavsiya qilsam bo'ladi. Bemalol 5 tonna, 6 tonnagacha T50 va T52 mashinalarimiz ko'tarib bera oladi, chidab ham bera oladi. O'zini pulini oqlab beradi, to'g'rimi? O'zini pulini ham oqlab beradi, ham bularga 2 yil kafolat beriladi. Har bitta Shinrayda, har bitta Shinray avto yuk mashinamizga avtosalon tomonidan 2 yillik kafolat va 40 mingdan 70 ming kilometr probeggacha motor korobkasiga kafolat beriladi. Bu oxirgisi, bu qanaqa model aka? T32 qo'sh kabinka deyiladi bu. Bu ham dubl kabina. Dubl kabinka. Bu ham yuk ko'tarishi 1,5 tonna. Buni razmeri qanaqa? 260 ga 172. 260 ga 172. Bunda ham shu 14 balon. Bunda ham 14 balon. Zavodskiy gazi bormi yo'qmi? Gazi yo'q. Bunda zavodskiy gazi bor. 90 talik zavodskiy gaz qo'yiladi. Metan. Xo'p, benzinda ham yuradi bu. Benzinda ham bemalol yura oladi. Buni salon holati charm. Salon holati charm bo'ladi, chunki bu 2024-yil oxirida chiqqan modellar. Elektronika ekan. Shunday. 1.6 motor bilan jihozlangan bu ham. Nechta ot kuchiga ega bo'ladi? 118 ot kuchiga ega. Bunda ham xuddi shunday konditsioner, pechkalar, hamma narsasi ishlaydi. Bugungi sanamiz 21-mart, hammani Navro'z bayrami bilan tabriklaymiz. Aka, aksiya haqida ham qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Bu yoqda oynada ko'rdik. 2-martdan, 5-martdan qachondan? 5-martdan 2-aprelgacha Dongfeng Shinray butun respublika avtosalonlarida aksiya ketyapti. Aksiyamiz xohlagan turdagi Shinray avto yuk mashinasini xarid qilgan odamga $500 skidkamiz bor. Har qanday yuk mashina xarid qilsalar $500 skidka va qo'shimchasiga bizda bonusli o'yinlar o'ynalyapti. Xarid qilgan odamlarni ism shariflarini biza barabanga solamiz. Barabanga solamiz. Da 2-aprelda o'yin bo'ladi. O'yinga qimmatbaho sovrinlar qo'yilgan. O'sha sovrinlarni bittasini nima sovrindori bo'lishlari mumkin. Qanaqa sovrinlar qo'yilgan? Birinchi o'rin, ikkinchi o'rin, uchinchi o'rin qilingan bunda? Da, birinchi o'ringa xolodilnik, ikkinchi o'ringa televizor, uchinchi o'ringa adashmasam utyug. Bu to'lov qanaqa turlari bor aka sizda? Bizda to'lov turlari boshidan bosh naqd asosida va avtokredit asosida sotilyapti. Qanchadan summasi yoki necha foizdan boshlanish to'lov bilan avtokreditga olib chiqib ketsa bo'ladi? Avtokreditimiz 25% dan boshlanib 30%gacha minimalniy to'lov usulida avtokredit qilib 1 soatda mashinalarini olib chiqib ketishlari mumkin. 1 yildan 5 yilgacha. 1 yildan 5 yilgacha. Misol uchun kelgan taqdirda ham ko'p kutib qolmaydi bu yerda. 1 soat ichida mashinani minib chiqib ketadi, to'g'rimi? Xuddi shunday boshqa avtosalonlarda masalan xarid qilgan odamlar 1 kun, 1 hafta kutishlari mumkin. Bizda unaqasi yo'q. Bizga kelgan odamni quruq qaytarmaymiz. Даже pullari yetmagan taqdirda ham biz kutib turish imkoniyatiga egamiz. Juda ham ko'p kunlar emas, shu определенный sanalarimiz bor. O'sha sanagacha kutib tura olamiz. Mashina beraveramiz. Agar pullari yetmasa ham mijozlarimiz. Qulayliklar yaratilgan. Xuddi shunday. Mijozlarimizni biz quruq qo'l bilan hali hech qachon qaytarmaganmiz. Jahongir aka, sizga katta rahmat.
Xudo xohlasa yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Nasibsa, pastda bitta telefon raqamingizni aytib o'tsangiz, avtosalon telefon raqamini qoldirib o'tamiz. Avtosalon telefon raqami 90lik 227 17 73. Biza dam olish kunlarisiz ertalab soat 9 dan kechki soat 6 gacha ishlaymiz. Shanba, yakshanba kuni ham Bu raqam ishlaymiz. o'zingizniki, to'g'rimi? Bu raqam o'zimizniki, даже bayram kunlari ham biz ishlaymiz. 90lik 227 17 73. Xuddi shunday. Hurmatli obunachilar, 90lik 227 17 73 telefon raqamiga murojaat qilaverasizlar. Shinray yuk avtomobillarining barcha modellari haqida sizlarga ma'lumotlar berib o'tadi. Telefon orqali to'lovlar haqida ham bemalol kelib tanlab olib ketaverasizlar. Va ushbu avtosalon manzili Samarqand shahar Qarshi Kuruk ro'parasida joylashgan Dongfeng Shinray avtosaloni. Mijozlarimizni kutib qolamiz. va hurmatli obunachilar, bizning kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlavorasizlar va keyingi videolarda qaysi avtosalonga borib, qaysi modeldagi yuk avtomobilni sizlar uchun obzor qilaylik, kommentariyada o'z fikringizni qoldiringlar. Sog' salomat bo'lasizlar. Avtofurgoz to'g'ri tanlov.